Onam aytgan doktor qiz sizmisiz? Ha, manman. Ko'zingizda qorayib ketibdi. Demak, pochkangizda muammo bor. Yuzingizda ham dog'lar bor ekan. Demak, gijjangiz ham bor. Yaqinroq keling-da. Yaqinroq. Ochkingiz tushibdi. Demak, zrengiz ham past sizni. Qo'lingiz qaltirayapti. Asabingiz joyida emas, asabiysiz. Baqbaqangiz ham kattalashib qoldi. Demak, sahringiz ham yo'q emas. Endi men bir narsa deya olmayman. Maslahatlashish kerak, mutaxassis bilan borib ko'rish kerak. Xullas, men sizga tega olmayman, uzr. O'tirib bera gapim bo'lmadi. Men yevro remont ustaman. Nima remont? Mana yuzingni shipaqlab yoqib kelgansan, tagi tozalanmagan, najda qilinmagan, uxlab qolgansan, tapatib turgansan kelgansan. Mana bu yo'g'i oq, bu yo'g'i qap-qora. Nima degan gap? Bu mas'uliyatsiz bo'lmaydi bunaqa narsa. Mo'ylovda qarang, mo'ylovda. Ayt, gazoyrak aparatdan o'lsa bo'ladi buni. Kiprikchan qaranglar. Men kraskaga qotgan cho'tkan bundan yaxshi turadi-ku. Xullas, mendan ketgancha egasiga yetgancha qilgansizlar. Bunaqa bo'lmaydi. Men o'ylab ko'rishim kerak. Men o'ylab, Sen menga to'g'ri kelmaysan, hayda. Terodim-ku. Men bu bilan baxtli yashayman. Xonsoydan uy olib tumsi piyara qilib yuraman desam? To'xtab turing, gaplashib olaylik. Yo'q bo'le, deyonami bu? Yo'q. Chiroyli bo'yanishni o'rganib kelaman. Menga ishim yo'q sen bilan. Yo'q, ketaman men, tamom.